Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yaxshi ishlasizlarmi? Adres bo'yicha boramizmi aka? O'ng tarafdan chap tarafdan suyingiz bor, ishsangiz borda, Wi-Fi bor mashina ichida. Zaryad nusxasi kerak bo'lsa, mana orqamda aka. Bo'ldi, rahmat. Faqat aytgan joyga tezroq borib qo'ysangiz bo'lib qo'yiladi. Xo'p. Ana, ketdik, sen yoqamisiz? Yo'qdim aka. ana qilingan biznes planni anaqasi nima bo'ldi? Biznes planni gaplashdim. Ertaga bo'shamiz dedi. Va aytib pulni berishimiz kerak. Jamoaga boraman. Маршрут перестроен. Amaga hozir qanday yo'lda turibdi? 300 метров поверните направо. Tovarni o'sha kuni 2 soat ichida chiqaraman pulni olgandan keyin. Ertaga olgandan keyin 2 soat ichida chiqaraman aka. Поверните направо. Pul yonimda. Shu yerda aka. Mana shu yerda qoladi. Azmaydi aka. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Aka, hozir bizni tashlab ketdik-ku. Ha. Maksudga qolib ketibdi mashinada, aka. Bu yerga kela olasizmi? Ha, bo'ldi, ko'rdim aka. Bo'ldi. Ha, keling aka, zot. Xo'p aka, xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum aka. Qolib ketdikmi? Ha. Anaqasi bor edi, aka. Maylimi? Anaqasi. Mayli, bitta sana olsana, aka. Bo'ldi. Bemalol. Tushunmadim. 500 kam chiqyapti? Aka, bassetkagingiz shu yerda edi aka. Okay. Men oldim, mana bu yerga qo'ydim. Bo'ldi aka, men nima qilaman sizni pulingizni olib? Yakkalab sanab olganmi? To'liq. Qo'ch keldi. Hamma? 500 kam bo'pti. Aka, men olgan emasman. Men nima qilaman pulingizni olib aka? Mana qarang, aka. Bu yerda